Lady bilan gentlemenlar, hammalarga assalom. Bugun vobshe salapan umuman bo'lmagan o'yinlardan bittasini o'ynab bo'ldirib cho't yig'ilamiz. Qanaqa do'kon bu? Qanaqa ivirsayotgan do'kon desanglar, bir xonali joydan kichkina bizneschamizni boshlaymiz. Qanaqa biznes roro desanglar, olib sotar bo'lamiz inasinimsin. Kimdir bizga olib keladi tovar, ishlatilgan, ishlatilmagan, yangi vobshe bilmayman. Biz uni ta'chaga qo'yib qo'yib, olib turib foydasiga sotamiz. Bozorchilik. Xo'p, baratanimiz kelibdi-da, kulchimni sotaman deb kelibdi. Ishlatilgan kulch ekan. Lekin bozor narxi $39 ekan, qaranglar. U mendan $32 pul talab qilyapti. Brat $25 ga bering. Vobshe ishdimi, olmayapman ham sotmayapman ham. $25. 28 ga tushib berdi. 26. Sizniki ham emas, meniki ham emas. 26. Bering davay. Bo'ldi, xo'p dedi. Ko'rdingizmi brat? Rahmat, sog' bo'ling. Uningizni necha pulga sotishimni bilmayman hali. Xo'p, necha pul berasiz deydi. Mana bu zontichamga deydi. Zonticha kichkina ekan, jicha emas, ancha kichkina ekan. Bu kichkinagina qizchalarga, yosh bolalarga-da, shunda. Yosh bolalarga ekan, endi $20 beraman. $55 ga sotaman deydi. Bor o'ynaylar, ashada o'yna, $40 bo'pti. $45 deydi. Osonmi? $98 ekan o'zi bozor narxi. Davay bering brat, mayli endi ko'p narsa sotib olmayapman, mayli, sog' salomatlik. Kulchimni sotib olaman deydi. Kulchimni $26 ga oluvdik kecha. $59 ga olaman deyapti. Brat, $59 bu $70 ga sotaman. Nimaga deng, bu bunday ligropga qilsangiz ham bo'ladi-da, u ham katta ham kichik bo'ladi u. Ashtaraflari bor, shuning uchun qimmat u. $67 beraman deydi. 68 bering, yo'l kiramga $1 olib qolay endi. Yo, 68 deydi. Ha, men ham 68 dedim. Jinni ol. 162% foydadaman. Nima men sizga nima otib berish? Nima u menga qo'ppi ko'chadan o'g'irlab kelyapsizmi bu stop belgini? Egilib olish kerak endi. Stop belgini ko'cha planshetimni surib. Voy! Uzr, jinda endi tushunasizlar, yangi biznesmenman-da. Stop belgisini, o'g'irlab kelgan belgisini politsiyachi, nima, pul tugadimi deyman. Abetga pul istayapsizmi? Yaxshi biznes, atak zo'r, lekin $75 beraman. $78 ber deyapti. Men tortishmasam bo'lmaydi. Tortishmagan o'zbekmi? No. $76 ga bering. Beraman dedi. Конечно, puliz yo'q-ku, bering davay. $76 ga oldim bu jinnilardan. $170 ga olaman deydi. Voy jinni. Men kecha $76 ga oldim politsiyachidan buni. Menga bu $170 beryapti. Nima qilay, vijdonimni bunday qo'g'ir yorib turib, yeb turib $180 ga aytib beraymi? Davay. Конечно, mendan nimaga? 185 dey. 185 bu stop, bu davlatning mulki bu. $182 ga olaman dedi. Oling. 139% foydadaman. Voy, siz nima bo'lyapsiz? Inspektor, siz cho'tta abetga pul qolmadimi deyman. Hamma yo'g'inglar kelib sotyapsizlar, ha? Ana mendagi medalingizni sotsangiz ham men hayron qolmayman. Netga yeb olib. $246 ber deyapti. $358 ga sotsam bo'lagan bu anaqa. Bu qanaqa pistolet desanglar, osmonga pabikda bor-ku, osmonga bitta qizil tutun o'tadi, pors etkizib, shunaqa. Shuni olasanmi deydi. $230 ga olaman. 233 ber deyapti. 231 beraman. Xo'p deydi. Albatta, xo'p deysizda. Men ko'zimga qarab turib o'sha aldanib qolasiz-da, shep. Ana, birinchi xaridorimiz pistolet olaman deydi. $415 ga olar ekan. Oppa, bu noqonuniy narsa-da bu. Noqonuniy narsalarimiz qimmat bo'ladi. $500 ga olasiz. Xo'p deysiz. $500 ga olasiz. Xo'p, o'zi $231 ga olganman politsiyachidan. Xo'p. Insofni qo'shib beraymikin yo qanaqa insof? Biznesda insof nima bu? Yo'q unaqa narsalar. Yo deydi, $471 ga olaman deydi. Sizni men manipulyatsiya qilaman yana bir marta. Endi eshiting singlim. Bu pistoletda agar eringizni zapalda ushlab olsangiz, shuni peshonasiga kelib turib, yo og'iz-bo'g'ziga tiqaverib turib otsangiz bo'ldi, u yashamaydi bu hayotda qaytib. Yashasa ham bir mana og'zini mana jag'lari bir lapshib bo'lgan holatda yashaydi. Unga hech qaysi qaramay qo'yadi keyin. Xo'p deng, 500 ga oling, siz foydada bo'lasiz.
qanaqasiga bo'lsa ham foydada bo'lasiz. Yo'q deydi 494 ga deydi. 499 bering. Ama 97 bering enasini emsin. Xo'p deydi. Ey, siz menga ishaning yaxshi mol oldingiz, yaxshi narsa oldingiz. Meni do'konimda yomon narsa yo'q. Xo'p deng. Oldi. Oldi, kanishni oladi. Luis Yamamoto. Yaponiyadan kelyapsizmi? Hop, 1991-yil. Oho, ekansiz siz ha? 2025-yil o'sha sirga o'tarkan. Jagizni yoping gapirayotganda menga qarang, bu qo'limga nima qarayapsiz? Yamamoto taqo. Bir mashiningizni tekshiray men haligi bagajingiz ha? Maylimi? Oh. Hop. I didn't know that was in there. Bilmadim deydi. Yo'q, bilmadim. Kazopat qanaqa qilib pichoqni bagajga solib o'tish mumkin? Fine. You Ha? caught me. Sen gapiryapman. Yo mumkinmi? Aeroportdan pichoq mumkinmi? Yo'q. Qaychi yana bo'lib ham. Ha, siz rassommisiz? Are we in Ah? line or is this a statue convention? Opa qisib turing. Tozalab qo'yishim mumkin deydi. Nimasini tozalaysiz, brat? Nimasini tozalaysiz? Bir marta xato qildingizmi bo'ldi. Bu mayadamani Yamamoto tog'u. Can you move any slower? Pashi oldu her şey. Keling bratanim, ismingiz, pasportingizni beringchi. Hop, Luis Salah 1998-yil, 2035-yilgacha o'sha srogingiz bor. Normal. Bitta tekshiray mashina bratanim. Qani? Atiz nima? Siz yana bir marta o'tayda. Luis Salah. Qisib turing shepim, qisib turing. Mana uni ko'ryapsizmi? Mana u sizniki, mana u. Ko'ryapsizmi? Mana uni ichidagini? Jag'ingni opga, ko'zingni qara, mana u dinamit seniki. Ko'ryapsizmi shepim? Ko'ryapsizmi dedim. Ko'ryapsizmi? Deyapman sizga shep. Mana dinamit o'ta mumkin emas. O'ta mumkin emas. Security dedim. Olib keting mana uni. Biz aeroportda banglatmoqchi bu. Can I at least make a phone call? Yo'qoling. Sizni zo'r joyga olib kirishadi hozir. Bosing. Ha, shebim, yaxshi, rahmat. Ali Dubois ismlari. 99-yil. Nima pasportga rasmga tushganingiz deb opa turgan bu? Xotiningizmi? Ja xo'mrayib turibdi, chota yaxmaganmi deyman-a pasport olishingiz.